Uz Digital 24/7 bezbetqanlik. Assalomu alaykum hammaga. Bu video hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Xudo xolisa uzoqroq video bo'ladi. Iloji bo'lsa hammanglar oxirigacha ko'ringlar. Hozirgi paytda bitta xolamizdan chaqirdilar, televizorlar prostoy mana. Bez karta, bez tuner prostoy. Xolam bozorga borib, mana bu Molex televizor oldilar. Molex televizor olgandan keyin xolamizdan chaqirib karta zakaz qildilar. Потому что bu kabinet televizorlarni, kabinet televideniya kesib tashlashgan. Polni garochi bardak bo'lgan, o'shaning uchun Digital kartani oldilar, mana chaqirdilar, qilib berdi. Mana ko'ringlar. Hozir bizda muammo bo'pti. Mana kartani olamiz, televizorga, mana shu Molex televizorga qo'yamiz. Mana. Texnik. Идет загрузка. Mana ochyapti, mana televizor ochyapti. Televizorlar ochyapti, mana hozir ochyapti. Qidirib. Mana televizor ko'rsatdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi biz televizorni o'chiramiz. Mana o'chiramiz. Yoqamiz. Mana. Hozir yoqamiz, televizor yoqiladi. Karta вставлена, signal bor. Mana endi bu televizor zashifrovanda chiqib ketdi. Zashifrovanda chiqib ketdi, o'sha sotgan odam o'sha ikkita televizor almashtirib keldi. Keyin oxirida gapirishdi, bu Uz Digital chaqiringlar, ulardan ayt. Mana men o'shaning uchun keldim. Prostoy arteriya olib keldim. Arteriyadan bu zo'r, bu prostoy. Endi qaranglar. Hozir sizlarga yoninglarda mana. Uz Digital kartani chiqazdim. Chiqazib antenani qo'ymadik qismini. Mana kartani tiqdik. Mana signalni ko'rdi, karta ishlayotganini ko'rdi. Hozir yoqiladi. Mana televizor ishladi, karta ishladi degan. Televizor o'chirib yoqaman. O'chirdim. Yoqdim. Mana televizor ishladi. Mana list, Rossiya, Первый kanal hammasi ko'rsatyapti. O'zingizlar nima bo'layotganini agar ko'rayotgan bo'lsanglar. Babuля, вы где купили этот телевизор? На базаре. На базаре. Вы видите, да, поняли, да, в чем вина? Вина в телевизоре. Этот телевизор только через Wi-Fi. Он работает. А Uz Digital он не кушает. Его вот это, куда засовывает карту, Uz Digital она не принимает. Принимает, но сбрасывает. Вот ее дефект. Из-за этого не ошибайтесь в телевизорах. Televizor kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar 94 666 81 88 Uz Digital 24/7 maslahat tekin. Sog' bo'linglar, спасибо за внимание.